Muqaddiy. Nasib. 46 dedik. Shuhrat aka nima ish qilasiz aka? Biz mol boqarmiz, mol olib sotib tirikchilik qilamiz. Aka, bir molga qiziqadigan odam, bir moldan foyda qiladigan odam qanaqa mol olib sotsa, mol olib baqib foyda qilsa bo'ladi aka? Bir yil tajribadan o'tgani, shu yangi 1-2 oylik bo'g'ozini olib 5-6 oy baqsa, terdi somon kepakka to'yadi. Ijara ham shart emas, rasxoti ham oz. Shu boldiratib sotib qo'ysa, shunda bitta bo'zali pulni qo'shib berar ekan. Demak, tug'ishini shart emas kuchli. Endi tug'sa g'alvasi ko'payib ketadi. Javobgarlik. Misol uni sutini oz ko'pligiga, nima deydi, yana teppaydimi, usmaydimi, menga saqdi biri saqsa, biri saqolmaydi. Undan ko'ra tug'ishdan oldin qatig'ida ham qaysidir moldiki uymaydigani ham bo'ladi. Meniki uymayapti. Kimdir 100 million man borib, sigirga olishmaydigan bor. Ha, demak, tug'masdan turib tez asha javobgarlikdan oson yesa bo'ldi-da. O'zi tug'dirib, nima qilsa qiladi. Ashunda sal baraka qiladi ekan. Endi odamlarga qiziqarli, hamma ham bilmaydi-ku, kimdir mol boqay deydi-yu. Soddaroq odamlarimiz ko'p, anaqalarga sal tushunchada. Xo'p, akamiz labo mashinasini tumigalarni qoplab berdik. 100 dollar pulimizni almashtirib olyapmiz. Raqam aytsa akam sovg'a qilib beramiz. Ayting aka. 45. Aha. Mana shuni raqamini aytaylik, 26. Qaysi tomondan sanaylik? Ha shu oldidan sanab. Birinchi 26 endi. Birinchi 26. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45. Voh aka. Muqaddiy. Nasib. 46 47 dedik. Mayli endi bu ham nasib. Kelaverasizlar, hammalarni kutamiz.